Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Master. Bugungi videoda men sizlarga juda ham zo'r bo'lgan sitni ko'rsataman. Do'stlar, biz bunday dalada paydo bo'lamiz. Bu yerga chiqqandan keyin bo'lsa juda ham loot qilishingiz mumkin. Mana bu yerda qarasangiz, biz pastga tushgandan keyin mana bunday kattagina tog' bo'ladi. Juda ham chiroyli va ana bu yerda buzilgan qishloq. Do'stlar, mana bu yerda buzilgan qishloq bor. Sal nariroqda, ya'ni bitta buzilmagan katta qishloq bor. Juda ham katta qishloq o'shanga. Mana bu tepada ham bor ekan. U yoqqa yana bir necha minut uloq yursa yana bitta qishloq bor edi. Sizlar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Shu sidni topmoqchi bo'lsanglar, bu faqat Bedrockga ishlaydi. Sidni kommentariyada yozib qoldiraman.